Bundan endi Внимание, первый artıq aytarım раунд. yo'q, alıb qosarım yo'q. Bunday debüt birinchi ret bo'libdir bizda. Hozir endi YouTube'da bizni qarab o'tirgan odamlarning soni shundoq endi aytmay qo'yayın. Juring Demak. shapqalab kiyib odamlarning. Это причем самый долгожданный дебют в целом в ММА, мне кажется. Al ketdik, bostaldi. Boshlandi. Uzoq kutilgan debyut Shahzod Uzoqov Bunun içinde. Muhammad Ali Nurusovga qarshi. Nurusov Mana bu yerda tana qismiga chuqur zarba va mana birinchi bor so'z o'sha aytilgan so'z buzilyapti, lafz buzilyapti desak bo'ladi. Nurusov men stoykada jang qilaman 3 raund degandi. Lekin Будут оправданы. Kres 0 yo'q deb aytgan. birinchi imkoniyatdayoq mana raqibni takedownga olib o'tyapti. Buni hozir eshitib olgan Nurusov barcha qo'ldan ketmoqchi qo'y endi. Albatta Shahzod Uzoqovda kurash Конечно же, здесь deyarli yo'q. не нравится. Unasin olmasin bu MMA. Ya, bu da MMA. Ular jatib olib kurashuvga Muxlislar hushtakbozlik Если бы qilishyapti. не постели, Нурусов Turib olishga harakat qilyapti Shahzod. поднять бойца в стойку. Боковой контроль. Прошел гард без особых проблем. O'tkeni Мухаммад Али Нурусов. men tushundim. Shahzodga ubit etетін birov kerak. Tirsak zarbalarini ishlatyapti Nurusov. Mana o'pong'ay pozitsiyani ishlatdi. Но я тебе скажу так, Нурусов также является базовым ударником. Ya. У Нурусова есть бои в кулач. Я видел. Hozir qulay holatda Nurusov o'zi uchun muxlislar Humo Arena hushtakbozlikni boshlab yuborgan. Нет, я вам испорчу все планы. Men Rubitda Zizza zarbalari Nurusov ijrosida. Hozircha hadis yo'q. Tektonon parterda Я представляю, как сейчас Эркеблан Тохтар в Майами, включив нашу трансляцию на YouTube-канале Octagon TV, сидит, смотрит и, наверное, уже есть какие-то мысли для того, чтобы Hozircha chiqib olish masalasi muammoli ko'rinyapti. Baribir kurash bazasi bo'lmagandan so'ng albatta qiyin bo'ladi. Большой привет. Shahzod Uzoqov esa Возвращаемся в Octagon. harakat qilishi kerak. Pozitsiya bor. Qo'l pozitsiyani saqlab. Hozir Nurusov mana shu yon tomonlama nazorat pozitsiyasini saqlagan holda tirsak zarbalarini yo'llayapti. Ожидания не Birinchi оправдались. raund albatta Ожидания болельщиков. В первую очередь. bo'lmadi. Oshiq Yaxshi kutgan. kechmayapti Да, bizga. конечно. Я сам ждал открытой рубки, я сам ждал, что все завершится еще в первом раунде зрелищным нокаутом, будто бы это будет Мухаммад Али или Шахзод. Так уж важно. Но Нурусов решил иначе. Ну и обратите внимание, что Мухаммад Али не торопится сейчас занять позицию маунта. Mana bu yerda turib olyapti Shahzod Uzoqov, lekin to'liq emas. Baribir nazorat raqib tomonda. Qo'yib qarangizlar. Продолжилось. Qadimgidek kurashda dayindagan qo'y. Tapto'ri kurash. Orqa tomonlama nazoratni qo'lga oldi. Nurusov Да, вот она первым. Bu yanada qiyinroq o'sha nazorat uslubi. В социальных сетях мне показалось, что Нурусов. Ya'ni raqib keskinaytgan siyaqti. Да, как будто бы mana shu опасается raundning oxirigacha endi добавиться, nazorat возможно, qilish ehtimoli Мухаммад Али kattaroq. Раньше поединка уже чуть-чуть сдает позиции свои. Но нет, это все возможно только лишь казалось со стороны. Zarbalar yo'llayapti. Минута остается до окончания Нурусов. раунда, извиняюсь. Raundda so'nmadi. Hali vaqt bor shu. Pasif. Ground and pound от Shahzod Uzoqov mag'lubiyatga uchrayapti, lekin rozi emas. Albatta u chidayotganda o'zi Octagon ligani biroz tushunish qiyin. Umuman to'xtatishga arzimaydigan holat. Nima uchun jangchi o'zini yo'qotgani yo'q-ku hali. To'g'ri, lekin bir tomondan Shahzod Uzoqov ham bir qimir etmadi. Qimirlamadi. Nurusov biroq bo'lgan ish bo'ldi. Yarmi millionga juyq odam. Shahzod Uzoqov debyut jangida mag'lubiyatga uchrayapti, do'stlar.
erka bo'lgan bilan jang biroz muammoga aylanadi endi. Жұдырықтасу емес. Бұл көшедегі төбелес емес, ya. Бұл таза спорт, MMA. Егер күресе алмайды екенсің, онда өзіңнен көр. Нәтиже осындай. Міне, техникалық нокаут бірінші раундтың соңында тіркелді. Stoykada jang bo'lganda menimcha qiynagan bo'lardi Shahzod Uzoqov, lekin Осылайша күтпеген жерде ko'rdingiz. Stoykada bo'lmadi jang. Дәл қазір жеңімпаздың ресми түрде жеңімпаздың есімі бар. Jang yakuniga yetyapti do'stlar. Chap qo'lida jarohat bor Shahzod Uzoqovni. Albatta kutilmagan holat biz uchun. Afsus. Mag'lubiyat, alamli mag'lubiyat. В первом раунде на 4-й минуте 15 секунде победу техническим нокаутом одержал Muhammad Ali Nurusov. Muhammad Ali Nurusov birinchi raund g'alabaga erishyapti. So'z berilsa kerak menimcha, chiqib ketyapti. Nurusov yo'q, so'z berilmaydi. Do'stlar, biroz dam olamiz demak. Keyin efirni davom ettiramiz.